Ramazon hayiti Idul Fitr deyiladi. Bu kun musulmonlar uchun xursandchilik, shodlik, kengchilik kunidir. Bu kun o'zgacha shukuh va fazilatga ega. Musulmonlarning ikki muborak bayramlaridan biri hisoblanadi. Shu kuni masjidlarda hayit namozi o'qiladi. Hayit namozi quyidagi tartibda ado etiladi. Avvalo, 2 rakat Idul Fitr namozini ushbu imomga iqtido qilib, xolis Alloh taolo uchun ado etishni niyat qildim deyiladi. Imom Allohu akbar deb birinchi takbirni aytgach, jamoat ham qo'llarini quloq barobarida ko'tarib, ichida takbir Allohu akbar deb aytadi. Keyin qo'llar bog'lanib, har kim ichida sano duosini o'qiydi. Subhanakallohumma va bihamdik va tabarak ismuk va ta'ala jadduk va la ilaha g'ayruk. So'ngra imom 3 marta takbir aytadi, jamoat ham unga ergashadi. Birinchi va ikkinchi takbirda qo'llar yon tomonga tushiriladi. 3-takbirdan so'ng qo'llar bog'lanadi. Allohu akbar. Imom Fotiha surasini va Zam sura o'qiydi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. So'ng takbir aytib, ruku va sajdalar ado etiladi. Subhana robbiyal azim. Subhana robbiyal azim. Sami'allohu liman hamidah. Allahu akbar. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Shundan so'ng ikkinchi rakatga turiladi. Imom Fotiha surasini va Zam sura o'qiydi. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Imom Fotiha surasi bilan Zam sura o'qigach, rukuga bormay turib, xuddi birinchi rakatdagi kabi 3 marta takbir aytadi. Har takbir aytilganda qo'llar quloq barobar ko'tariladi va yon tomonga tushiriladi. 4-takbirda qo'llar ko'tarilmasdan rukuga boriladi va sajda qilinadi. Sami'allohu liman hamidah. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. So'ngra at-tahiyyot o'qiladi, salovatlar o'qiladi va duo o'qiladi. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. So'ng salom berilib, namoz tugatiladi. السلام عليكم ورحمة الله.